هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Buruj tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Buruj suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Buruj Mekke'de nazil boğan 22 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Burujlarning egisi bo'lgan osmon bilan, qiyomat kuni bilan, juma kuni bilan, harp kuni bilan qasamki, o'raklarning egilariga la'nat bo'lsin. U o'raklar lovuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madhiyaga loyiq Alloh taologa iymon etganliklari uchunla yomon ko'ydi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Keyin kufrdan qaytmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ladi. Ularga o't bilan azob qilindi. Oyatdagi buruj degan so'zning tafsiri to'g'risida Alloh taolo osmon va uning burujlari bilan, ya'ni uning katta yulduzlari bilan qasam qildi. Burujlarning yulduz ekanligini Alloh taoloning osmonda burujlarni, yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barkati buyukdir degan oyatlardanmi ko'rib olamiz. Ibn Abbas, Mujahid, Zahhak, Hasan, Qatada ve Suddi qatorliqlar buruj bo'lsa yulduzdir dedi. Minhal İbn Amri Alloh taoloning burujlarning egisi bo'lgan osmon bilan degan oyatining ma'nosi yaratilishi go'zal bo'lgan osmon bilan deganlik bo'ladi dedi. İbn Jarir buruj bo'lsa quyosh va oyning mangdigan yo'llardir. Bu burujlar 12 bo'lib, kun her bir burujda bir ay mağıdı. Ay bolsa her bir burujda 2 kecha ve her bir kechining 3'ten 1 qismida mağıdı. Ayning mengişi bilen hesaplaganda bu 12 buruj 28 yol boludu dedi. Allah Teala'nın kıyamet günü, cuma günü ve harp günü bilen qasam qilganlik to'g'risida. Kıyamet günü bilen, cuma günü bilen, harp günü bilen qasam ki, İbn Ebu Hatem, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Teala'nın kıyamet günü bilen degan oyatidan kıyamet günü, cuma günü bilen degan oyatidan cuma günü ko'z tutiladi. Kun chiqib, kirib ketadigan kunlarning ichida cuma kunidan afzal kun yo'qdir. Kun chiqib kirib ketadigan kunlarning ichida juma kunidan afzal kun yo'qdir. Juma kunida bir vaqt bo'lib, bir musulmonning Alloh taolodan biror yaxshilik tilagan vaqti shu vaqtga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo uning tilagan shu narsasini berdi. Shundaqla uning Alloh taologa sig'inib biror yomonlikdan panoh tilaganligi shu vaqtga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo uni shu vaqtdan saqlaydi. Allah Teala'nın harp günü bilen degan oyatidan harp günü ko'z tutiladi. Bu hadisni İbn Hudaymi shundaq rivoyat qilgan. Abu Hurayra, İbn Abbas, Hasan ibn Ali, Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab, Mujahid, Ekrima ve Zahhak qatorliqlar Allah Teala'nın harp günü bilen degan oyatidan qiyomat kuni ko'z tutiladi dedi.
Bag'aviy ko'p sondagi olimlarning ko'z qarashicha Alloh taolaning juma kuni bilan degan oyatidan juma kuni va uning harf kuni bilan degan oyatidan harf kuni ko'z tutiladi dedi. O'rak egillarining Alloh taologa iymon etgan kishilarga zulm qilganlik to'g'risida. O'raklarning egillariga la'nat bo'lsin. Bu o'z ishchilaridagi mu'min kishilarga yomonlik qilgan bir kofir qavm haqida berilgan xabardir. Ular u mu'minlarni dinlaridan yenishga zo'rladi. Mu'minlar dinlaridan yenishga unumidi. Mu'minlar dinlaridan yenishga unumidi. Shuning bilan kofirlar o'rak qo'lidi va uningga o'tinlarni tashlab, o't yiqib, uni toza qizitdi. Ondan ular mu'minlarga agar ular dinlaridan qaytmasa, o'zlarining ularni shu o'rak tashlaydiganligini aytib, ularni dindan yenishga majburladi. Mu'minlar uni yana qabul qilmadi. Shuning bilan kofirlar ularni o'rak tashladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. O'raklarning egillariga la'nat bo'lsin. U o'raklar lovuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ya'ni ular shu mu'minlarga qilayotgan echinishlik qilmishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madhiyaga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Ya'ni ularning faqat uning bilan panohlangan kishi bo'za qilinmaydigan, qo'g'dig'ichi so'zlarida, qilmishlarida, yo'l qo'ygan ishlarida va taqdir qilib bekitgan narsalarida madhiyaga loyiq g'olib Alloh taologa iymon etgan gunohi bordir. Alloh taolo bu mu'minlarning ashu kofirlarning qo'li bilan ashundaq azoblarni ko'rishini taqdir qilgan bo'lsa-mu va buning hikmatini nurg'un kishilar bilmaydigan bo'lsa-mu, Alloh taolo yana g'olib, madhiyaga loyiqdir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ya'ni osmon, zamin u ikkisining ichidagi va orasidagi narsalarning igdorchiligi Alloh taologa xos bo'lganligi. Alloh taolaning hamma tarafdan mukammal bir iloh ekanligining isbotidir. Alloh hamma narsani ko'rib turguchidir. Ya'ni osmon zimindagi narsalardan kichikkina bir narsami Alloh taoladan yoshirin va maxfiy emasdir. Sehrigar rohib kichik bir bola va o'rakka tashlanganlarning qissasi to'g'risida. İmam Ahmed Suhayb radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlardan ilgari bir podshoh o'tgan bo'lib, uning bir sehrigari bor edi. O sehrigar qiyrilganda podshohga: "Men qiyrilib qoldim, menga bir bola avatsang, men uningga sehrgarlikni o'rgatsam" debdi. Podshoh uningga bir bolani avatibdi. U bola yo'lda ketib etib, bir rohibga uchrab qopti. Uning yonida o'ltirib, so'zlarini anglab, uningga qiziqibdi. Shuning bilan u har kuni sehrgarning qishig'i bog'icha rohibning qishida o'ltirdi ekan. Sehrgarning qishig'iga kelganda sehrgar uni kechikib qolding deb urdi ekan. U bola bu ishni rohibga shikoyat qilibdi. Rohib uningga: "Agar sen sehrgardan qo'rqsang, uningga meni uydagilar kechiktirib qoldi degan. Agar uyingdagilardan qo'rqsang, meni sehrgar kechiktirib qoldi degan" debdi. Shu kunlarning birida yo'g'on bir hayvon tuyuqsiz paydo bo'lib, kishilarning yo'lini to'sib olibdi. U ko'nglida: "Rohibning yo'li to'g'rimi yoki sehrgarning yo'li to'g'rimi? Buni bugun bilaman" debdi-da, taşdan birini elib: "Ey Allah, agar sana rohibning ishi sehrgarning ishidan yaxshi bo'lsa,
mush tosh bilan hayvonni o'ltirgan. Kishilar yo'liga mangson deb toshni etibdi. Shuning bilan u hayvon o'libdi. Kishilar yo'liga ravon bo'libdi. U bu ishdan rahibni xabarlantiribdi. Rahib u balaga: "Ey o'g'lim, sen bugun mendan eshib ketibsan. Sen bu darajaga yetibsan. Sen haqiqatan sinoqqa duch kelasan. Agar sen sinalsang, meni oshkorlab qo'ymag'in" debdi. U bala qarig'i oq kasallarni va boshqa kasallarni davolay oladigan bo'libdi. Bir kuni podshohning qarig'i bo'lib qolgan yaqinlaridan biri buni anglab, nurg'un hadiyalar bilan kelib, uningga: "Agar ko'zimni saqaytib qo'ysang, mushu narsalarning hammasini sana berman" debdi. U bala: "Men haqiqatan hech bir kishini saqayta olmayman. Faqat Alloh taolola saqaytidi. Agar sen Allohga iymon etsang, men Allohga duo qilay, seni saqaytib qo'ysin" debdi. U kishi Allohga iymon etibdi. Alloh uni saqaytibdi. U kishi podshohning qishig'i berib, burunqi o'rinda o'ltiribdi. Podshoh uningga: "Sening ko'zingni kim saqaytib qo'ydi?" debdi. U: "Rabbim" debdi. Podshohning g'azabi kelib: "Sening mendan boshqa Rabbing bormi?" debdi. U: "Alloh sening va mening Rabbimdir" debdi. Shuning bilan podshoh uni qiyin qistoqqa olganda, u oxiri balani oshkorlab qo'yibdi. U bala keltirilibdi. Podshoh uningga: "Ey o'g'lim, sening sehring qarig'i va oq kasallarni davolash va mundaq ishlarni qilg'idek darajaga yetibsan" debdi. U bala: "Yo'q, men hech kimni saqayta olmayman. Faqat Alloh saqaytidi" debdi. Shuning bilan podshoh uni qiynabdi. Oxir u bala rahibni oshkorlab qo'yibdi. Rahib keltirilibdi. Uningga: "Diningdan yon" debdi. U unimabdi. Ondan haridan birini akilib, uning beshining o'ttiriga qo'yib, beshini har deb etibdi. Shuning bilan u ikki parcha bo'lib yerga yiqilibdi. Ondan podshohning yiqinini akilib uningga: "Diningdan yon" debdi. U mu unimabdi. Ondan uningmi beshining o'ttiriga harni qo'yib, beshini har debdi. U mu ikki parcha bo'lib yiqilib tushibdi. Ondan u balani akilib uningga: "Diningdan yon" debdi. U mu unimabdi. Podshoh uni o'zining qo'l ostidagilardan bir top kishiga topshirib: "Sizlar paloni taqqa chiqinglar. Tog'ning cho'qqisiga chiqqanda, agar u dinidan yonsa mayli, agar dinidan yonmasa, uni tog'dan tashlab etinglar" debdi. Ular menib egiz bir taqqa chiqibdi. U bala: "Ey Alloh, sen xohlagan yo'l bilan meni saqlab qolgin" debdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Shu chaqda tog' titrab, podshohning odamlar tog'dan tushib ketibdi. U bala podshohning oldiga keldi. Podshoh uningga: "Hamrohlaringga nima bo'ldi?" debdi. U bala: "Alloh meni ulardan saqlab qoldi" debdi. Podshoh uni yana bir top kishilarga topshirib: "Sizlar uni apirib kemiga selinglar. Kemi dengizning o'ttiriga borganda, agar u dinda yonsa mayli, yonmasa uni dengizga tashlab etinglar" debdi. Ular menib dengizning o'ttiriga kelganda, u bala: "Ey Alloh, sen xohlagan yo'l bilan meni saqlab qolgin" debdi. Shu chaqda kiyimi davolg'ib, podshohning odamlari suvga cho'kib ketibdi. U yana podshohning qishig'iga keldi. Podshoh uningga: "Hamrohlaringga nima bo'ldi?" debdi. U bala: "Alloh meni ulardan saqlab qoldi" debdi. U bala podshohga: "Taki sen men degan ishni qilmoqcha, meni hargiz o'ltirolmaysan" debdi. Podshoh: "U nima ish?" debdi. U bala: "Sen kishilarni bir do'ngga yig'ib, meni xormining shixiga osqin. Ondan o'qdandan o'qni elib, o'qiyaning o'ttiriga qo'yib, balaning Rabbi bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman deb turib, o'qni men otqin. Shunda qiyg'iningda men haqiqatan o'ltiralaysan" debdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Podshoh shuning bilan kishilarni bir do'ngga yig'ibdi.
u balani bir xo'mi shexig'i esibdi. Ondan o'qdandan o'qni ilib, o'qiyaning o'ttirib qo'yib, balaning Rabbi bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman deb uningga etibdi. O'q balaning chekisiga tegibdi. U qo'li bilan chekisini tutqunicha o'libdi. Kishilar biz balaning Rabbiga iymon etdik deb vaqirishibdi. Birisi podshohning qishig'i kelib uningga: "Hazar qilgan narsangni ko'rdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, sen qo'rqqan narsa yuz berdi. Haqiqatan nurg'un kishilar iymon etdi" debdi. Ondan podshoh ko'cha egizlarga o'rak ko'lab o't yiqishga buyuribdi. O't ulg'ayishga boshlabdi. Podshoh: "Kim dindan yanmaydi ekan, uni o'tga tashlanglar yoki ularga o'tga tushinglar deyilsin" debdi. Ondan ular shunda qilibdi. Hatta bir kichik balasi bor bir ayol chekinganda uning balasi zuvoniga kelib, "Ey ana, sabr qil. Chunki sen haqning ustidadursan" debdi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu qissani Muhammad ibn Ishoq ibn Yasar Payg'ambar alayhisalomning tarjimaholi deb ataladigan kitobda boshqa bir uslubda bayon qilib, qissaning oxirida mundaq dedi: "U bola o'ldirilgandan keyin Najronliklarning hammasi u bolaning dini bo'lgan xristian diniga kirdi. Shuning bilan Zunuvas askar tatib berib, ularni Yahudi diniga chaqirdi va ularga yoki Yahudi dinini qabul qilish va yoki agar uni qabul qilmasa o'ldirilishni tanlash ixtiyorligini berdi. Ular o'ldirilishni tanladi. Shuning bilan u o'raklarni ko'lidi. Uni o't bilan qizitdi. Ularni qilich bilan o'ldirdi va quloq burunlarini kesib, chiroylarini o'zgartib etdi. Shunda qilib u ulardan 20 mingga yaqin odamlarni o'ldirib etdi. Zunvas va uning askarlari to'g'risida Alloh taolo payg'ambarga bu oyatlarni tushirdi. O'raklarning egillariga la'nat bo'lsin. U o'raklar lovuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madhiyaga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Alloh taologa xosdir. Alloh hamma narsani ko'rib turuvchidir. Muhammad ibn Ishoq Payg'ambar alayhisalomning tarjimaholi degan kitobida mana mushundoq o'rak qo'lab Alloh taologa iymon etgan odamlarni o'ldirib etgan kishi bo'lsa, Zunuvastur deb bayon qildi. Uning ismi Zar'a edi. U o'z zamonida Yusuf deb ataladi. U Tuban As'ad Abu Karbaning balasi edi. U bo'lsa Madinaga hujum qilgan, Kabaga yupq yapgan kishidir. U Madinaning Yahudilaridan 2 Yahudini o'zi bilan birga Yamanga elib ketgan. Muhammad ibn Ishoq bayon qilgandek, Yamanliklarning ichida u ikkisini qo'lida Yahudi diniga kirganlar bo'lgan. U ikkisini qo'lida Yahudi diniga kirganlar bo'lgan. Zunuvas bir atigandalar 20 mingga yaqin kishini o'ldirib etgan. Ularning ichidan faqat Zusu al-Ban deb ataladigan bir kishilar qutulib chiqib, otga minib qochib ketgan. Ular uning orqasidan qo'g'lab baqqan bo'lsa-mu, lekin uni tutolmagan. Shuning bilan qochib Shamning podshohi Qaysarning qishig'iga yordam tilab borgan. Qaysar uning yordam berish uchun Habashning podshohi Najoshiga xat yozgan. Shuning bilan Najoshi Habashistonning xristianlaridan tarkib topgan bir qo'shinni Ariyat va Abraha deb ataladigan 2 qo'mondonning boshchiligida uning bilan birga Yamanga avatadi.
Ular Yemenni Yahudilarning qo'lidan qutuldirib oldi. Zunuvas bo'lsa Yemendan qochib chiqib, dengiz to'lqinlari ostida qilib o'ldi. Yemenning podshohligi Habashlarning qo'lida 70 yil davom qildi. Ondan Sayf ibn Yazilning Humayri deb atiladigan kishi Yemenni xristianlarning qo'lidan ilib oldi. U kishi Parisning podshohi Kesradan yordamga askar so'raydi. Kesra turmalardagi 700 ga yaqin kishini uning bilan birga avatidi. U odamlar bilan Yemenni fath qildi. Shuning bilan Yemenning podshohligi Humayriga qaytdi. Biz Alloh xolisa bu qissaning bir qismini sura Fe'lda bayon qilamiz. O'rak egillarining jazosi to'g'risida mu'min er va mu'min ayollarga ziyonkashlik qilganlardan Ibn Abbas, Mujahid, Zahak va Ibn Abza qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ularni o't ko'ydirib o'tgandan keyin kufrdan qaytmaganlar, ya'ni qilayotgan yomon qilmishlaridan to'xtamaganlar va qilgan yomon qilmishlariga pushaymon qilmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ladi. Ularga o't bilan azob qilindi. Ya'ni ularga beriladigan jazomu ular qilgan ishning o'z tipidan bo'ladi. Hasan Basri Karimi kang Alloh taolaning bu marhamatiga qaranglar. O'zining yaqin bandalari bo'lgan mu'minlarni o'ltirib o'tgan kishilarni yana tavba qilishga va gunohlarining kechirilishini tilashga chaqirdi dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar shubhisizki ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga sazovor bo'ladi. Bu cho'ng baxtdir. Rabbingning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni terildirdi. Allah mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilguchidir. Ularni do'st tutquchidir. Arshning egisidir. Nihoyat ulug'dir. Xolig'ini qilguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen lashkarlarning Fir'aun va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Quraysh mushriklari ashu kafirlarga nazil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomliq inkor qilishyotdi. Allah kafirlarning atrofini qorshab turguchidir. Balki ular inkor qilgan narsa Lavhil Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Yaxshilarning mukofotlanadiganligi va Alloh taolaning dushmanlari bo'lgan kafirlarning qattiq jazolanadiganligi to'g'risida Alloh taolo mu'min bandalarining holidan xabar berib mundaq dedi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar shubhisizki ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga sazovor bo'ladi. Ya'ni bularga Alloh taolaning tayyorlagan narsasi dushmanlari bo'lgan kafirlarga tayyorlagan o't va jahannamga tubdan o'xshamaydigan narsadir. U bo'lsa-mu ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlardir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Bu cho'ng baxtdir. Rabbingning jazosi shak shubhisizki qattiqdir. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarini inkor qilgan va o'zining buyrug'iga qarshilik ko'rsatgan dushmanlardan nihoyat qattiq intiqom olguchidir va jazolaguchidir. Chunki Alloh taolo xolig'ini ko'zni yumib ochqicha va yoki uningdanmi tiz vaqtda xolig'indek qilingan qudratli, quvvatli zotdir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qildi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni terildirdi. Ya'ni Alloh taolo mukammal qudratli zot bo'lg'achqa xaloyiqlarni yaratdi va ularni dastlab qanday yaratgan bo'lsa, hech qanday qarshiliksiz shu holatida asliga qaytirdi. Allah mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilguchidir. Ularni do'st tutquchidir.
Ya'ni Alloh taolo tavba qilgan va gunohini tonib o'ziga bosh ekkan kishining gunohini mayli uning gunohi qaysi xil qilmishdan bo'lgan bo'lsin, kechirguchidir. Arshning egisidir. Ya'ni bütün məxluqatlardan ali bo'lgan katta arshning egisidir. Nəhayət ulug'dur. Bu oyatning ikki xil o'qilish uslubi bor bo'lib, bu xil uslubga asosan bu oyatning ma'nosi Alloh taolo nəhayət ulug'dur degan bo'ladi. Ya'ni bir xil uslubga asosan oyatning ma'nosi Alloh taolo nəhayət ulug' arshning egisidir degan bo'ladi. Bu ikki xil ma'noning har ikkilisi to'g'ridir. Xaliqini qilg'ichidir. Ya'ni Alloh taolo qilmoqchi bo'lgan ishiga hech kishi qarshi chiqa olmaydigan va katta, g'olib, hikmatlik, adil bo'lg'achqa qilgan ishlaridan so'ralmaydigan zotdir. Bu vaqtda Abu Bakr Siddiqning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Abu Bakr u o'lish oldida kishilar uning kesilini so'rab, "Seni doktor ko'rdimi?" deydi. U, "Ha, ko'rdi" deydi. Ular doktor nima dedi deydi. Abu Bakr, "Doktor menga men haqiqatan xoliqimni qilaman dedi" deydi. Ya'ni Alloh xoliqimni qilaman deydi demakchidir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen lashkarlarning Fir'aun va Samudning qissasidan xabar topdingmi? Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh taolaning ularga hech kimmi ara turolmaydigan azobni tushirganligi haqidagi xabari sana yetdimi? Bu oyat Alloh taolaning Rabbingning jazosi shak shubhasiz qattiqdir degan oyatini kuchlantirdi. Quraysh mushriklari ashu kafirlarga nozil bo'lgan azobdan ibrat olmay davomli inkor qilishyotdi. Ya'ni ular o'zlarining shaklari, kufrliklari va tarsaliqlarida davomlashyotdi. Alloh kafirlarning atrofini qorshab turg'ichidir. Ya'ni Alloh taolo ularni jazolashga qodirdir va ularni tizginlab turg'ichidir. Ular Alloh taoloni bexudlashtira olmaydi va uni ojizlashtira olmaydi. Balki ular inkor qilgan narsa Lavhil Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. Ya'ni ular inkor qilgan narsa farishtalarning ichida kam ziyoda va o'zgartirish kirgizilishdan saqlangan katta ulug' Qur'ondir. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Burujning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Tariq tafsiridan birinchi oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.